Arcası, trüma, kürsüler hem vacı var. 8 xil vacı var kemplerin içinde. Xudo xolasa 5 milyon tabii 100 milyon. Bahalar sınadı bir. Sındıramız dediler. Ha. Bundan koyup veremem bunu. 480 Hiç yerde yok bakada o. 480 bin somina. Nerede bu? Komentarya yazıp ben de şimdi bakadan. Nerede bu? 3 xil. Assalomu alaykum barcha bizani kanalni kuzatuvchilar, bizani podpischilar do'stlar. Bugun Bog'otdamiz. Bog'otga keldik. Shu yerda bir arzon mebel do'koni bor ekan. Ukalarimiz ochibdi ekan, shuni bir sizlarga bir ma'lumotni berib o'taylik. To'y qilamonda bir yaxshi niyat qilib yurgan yurtdoshlarimiz shu arzon mebel bor ekan, shunda shularni bir ma'lumotini biladilar. Bog'otga keldik. Bog'ot mebelchini Ravshanbek ukamiz yana tushuntiradi adreslarni. Biza Bog'otni yaxshi bilmaganimiz uchun hamma bilan tanishib o'tadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Geldingizmi? Sog'liqlasizmi? Sog'liqlar. İşlerin başlamadıyızlar mebellar. Endi bir bizani podpischilarimizga, yurtdoshlarimizga bir adresini bir tushuntirib beraylik. Yo'ldan bu yoqdan shahardan kelishmi, Qozog'iston kelish tomonini ish qilib. Hozir birina Bog'ot Kirov deb aytiladi. Bog'ot Kirov beri. Bog'ot Kirov deb aytiladi. Bog'ot sentrdan 6,5-7 kilometr yuriladi Qozog'iston tarafidan. Ben Qozog'iston taraf. Ben Qozog'iston. Qozog'iston. Bendan Bog'ot Xanka, Urganch tomonidan keladi. Şu metan zapravka chiqadi, şu 500 metr. Metan chiqadi. Kirov metan zapravka bor. Shundan o'tganingizdan keyin 500 metrdan keyin chap qo'lingizda bo'ladi, xudo xolasa. Yana. Asal sana girib o'shanda shumon bo'ldi ber, o'shanda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qozog'iston tarafdan kelishingizda chap qo'lingizda toza solingan 3 dona dom bor edi. 3 dona dom bor ekan shunda. Shuni o'tganingizdan keyin 100 metrdan keyin o'ng qo'lingizda bo'ladi-da. Xudo xolasa kelaveradilar. Kelaverasizlar. Hozir ichana girib mebellarni birinchidan tanishtirib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, iyi like'larni bosib, bizani qo'llab-quvvatlab tursanızlar, bize xizmatda shunday videolarni chiqarib boraveramiz sizlar uchun. Asa boshladik. Ko'rasizlar. Arzon dedi. İyi kommentariyam biz fikrlaringizni qoldirib o'tasizlar. Arzonmi yo boshqa yer bilan dengmi? Qani endi bir yandan mebellarni astan tanishib ketaveramiz. Öyle başlab salmashib versak yurtdoshlarimiz. Xudo xolasa yana bugun Bog'ot Kirovda o'zlarimiz shunday mebellarni yana do'konlarga olib chiqib, optim narxlarda klientlar ham, to'yatchak oluvchilar ham shunday sotibmiz. Bu yerda optimum bu. Optimum bor. Ishlashaman desalar, do'konchilar olib sizlar bilan ishlashsa bo'ladi. Bemalol optim narxlardan cheklanmagan miqdorda har xil turdan mebellarni o'zlarimiz, o'z qo'llarimiz bilan chiqaribmiz, xudo xolasa. Yine günümüz hem hayırlı, bereketli olsun da Xudoy taolom shunday o'zining bosmondan bereketi yog'dirib turibdi. Qonlarni yog'dirib berdi ham yo'llar bir toza bo'lsin hammalarga. Xudo xolasa. Boshqa biz birinchi ben tarafdan boshlayversak. Ravshanbek ukamiz bilan tanishtirib chiqadilar mebellarni. Yine şu hozir shu yerda akşam o'tgan yana kelib qurdik buni xudo xolasa toza variantdagi. Eng trendda bo'lib turgan mebellardan birisi xudo xolasa. Shkaflarni ko'rsangiz, shkaflarning bo'yi baland. Baland ekan bu. İçlerini şimdi açıp görseniz yine içlerini sefleri, kiyim kadreleri, bir de yine çalılan koyardı, bir de yine as koyardı. Benim asıklarını var ekan. Ortalarına şimdi etip polkalı variant işlenedi yine görseniz içine. Bunu etibar etken olsanız ikinci etin köpçelerde 50-60 cm işlediler. Bize ortasından splash noy 60 cm üçlerine polkalarına etibar etesizler. İşkedin gelgenden yarımında kichkina bo'lib qolgan emas. Shularni ko'rib olaveradi. Shularni ahamiyat qilish kerak ekan. Shularni ahamiyat etish kerak mebel olgan vaqtida-da. Nechun bunda bu MDF degan materialda 1 cm utsangiz, misol bir komplektda 100 ming, 150 ming so'm o'ynaveradi-da. Ana shunday. Eshiklar ham shundayna vakuumli qullabda bo'ladi. Yopgan vaqtida o'zini eshiklarini shunday tozalaveradi. Ina bu spalni, spalni tomishkalari, ina bu lyustralar qo'yilgan, ajoyib etib 3 xil svetda yanadi bular. Matraslar ham ortopedический matras bo'ladi. Yaxshi matrasdan. Matrasına 2 yil garantiya. Ina bu oyoq uchunda ina sofasi bo'ladi mana ina. Ko'rdingizmi? Sofalar ham oddenli. Olib qo'yiladigan bo'ladi. Olib qo'yiladi ekan. Ina bunda ina sandıqi, trumasi. Trumasi. Bunda ina komodu bor, keyin tosh oynasi bor. Atamdan qolgan tosh oyna qani dedik-ku. Shu tosh oynasi oyna. Ish va shunda. Bu komplektimizdә 12 xil vaji bo'ladi, xudo xolasa. 12 xil vaji bilan komplektimizni
Qaysi şu an gösterip bereli bir? Indi 12'den. Şikabı, spalnisi, matrası, 2 tumbası. Abam şunu geçiyor. Yok, bu sopası boladı. Aynen buniki. Ava sandığı, trüması, chesteri, taş aynası boladı da. Aa. Trümada 2 tane kürsüsü boladı. Kürsüsen bu. Ava 12 tane vəci var kompleyimiz içinde Xuda xalasa. Bunun baxasını 10 milyon 500 milyon da tutmaz. Xuda xalasa büyük Qaytıb gəlişib berələri. Qaytıb gəlişib berəmiz ona Xuda xalasa. Kengisi. Matraslar ham garantiyali matraslar Xuda xalasa. Aslında yine bir de 8 eşikli yine bir varyantımız var. Bu trendde getiren, trendden düşmüy turgan mebelimiz high-tech variantda boladı. 8 eşikli bunun ham işlerini açsayna şöyle şimdi kiyim başası koyaturan boladı. Yine bir de ortaları şimdi polka işlenedi bula. Uzunluk 3.20'ye çıkadı. Bundan 3.20 bu. 3.20'lik variantta 3.5 metrelik caylar hareket etti ama benim olan. Materialam şu IMDF'den crash niyeti işlengen lan. Aynalar yine farset ayna etip işlengen. Bunu benim olayına olup söküp şey daha. Sınatına vecemez bu da. Çünkü arkasına ne köpeğlerde oyup almış şenadım. Bu benim son bütün durttu beni gördünüz mü? Benim ola ballar kelam ücüz uğraşma. Benim ola sınatına vecemez baba. Bu da kalasa. Bunun hem kempelegini 9 milyon son sattırıyorduk şu günece. Bu da kalasa bana şu 8 milyon 500 mizamet beremiz mi? Sizin kanalınızdan gelen bolsalar Xuda xalasa yenem gelişip beremiz o. Bunun hem kempleginde 10 xil vəci var mı kempleyin içinde Xuda xalasa? 10 xil prezidenti var. Aslında bir de yine 6 eşikli yine bir ak variantımız var. Bunlar hem high-tech variantta işlenedi. Ortaları şimdi 4 aynalı boladı. Şimdi işlerini açsanız yine şimdi bir an yine şimdi yani üşülkeli boladı. Ortasını içiler hem ulu BM olaydı geng. Gördünüz mü? Bir an yine şimdi polka boladı. Şimdi bir işlenedi Xuda. Üstünden arcaları var. İnamında spalnisi, 2 tumbası, sivitindikler yanatıran boladı. İnamında trüması boladı yine. Xuda xalasa hem müvecci var. Trümalarına yine boyları belend. Acayip ettiği bir işlengen yine Xuda xalasa. Salam aleyküm dayı. Ama sörsüzmen, ama da geldiniz mi? Bunu bahasını çazam indi. Bunun bahasını 8 milyon 500 milyon semet koymuş. Ama buna yine bir Xuda xalasa şu bayramdan keyin de bir yengil gitmedi. Xuda xalasa. Buna bir tane trüma koşup verecek mi buna? Kempelegin avan. 8 milyon 500 milyonun içinde Edirne inamında yine körün. Bir tane trüması var. İşini koşup verecek. Kempeleg asalandık köbünce kızlar neler kapı olur bir de. Ama yine 1 milyon 600 milyon yazılıp tuttu trüma. Aynasını tuttu. Gördün mü? Şu 1 milyon 600'lükünü koşup vereceksinler. Trüma koşup veremem. Kempeleg 8 milyon 500 milyon. Şunda o düşerdi. Şunda buna mesela koşup verseydi var. Şarjdan mı? Bu da xalasa bir trüma şuna bonus etip koşamız. 8 milyon 500 milyon kempeleg. Geleselerden şunu gelişerseler. Ana keyin onu soruyorlar. Trüması başka. Trümanın içine koşup verdiler. İçine koşup verdiler. Koşup verdiler yani. İnamında yine Malışın Üsüvet kempelegimizin de Xuda xalasa. Bam 6 eşli variantta EMDF. Rüşkelerin etibar etseniz tıllar rüşkelerden koyulgan. Rüşkeler hem zor. Garantiyeli rüşkelerden. İşlerin açasına ben tarafı turbası boladı içinde. Bunu yapmaqtızdan vakumlu kullab koyup işlenedi. Rastiski vakumlu kullab. Vakumlu kullab. Üstünden tom işkeler sürttü. Spanli kaptanla turadan tom işkeleri. Bunda yine spanlisiyle. Spanlisi. Buna Edirne başka çeşitli variantta başka çeşitli işlengen maçalki matras koyupmuz buna. Bunun kempelegini 5 milyon 900 milyon somet koyupmuz. 5 milyon 900 mu? 5 milyon 900 milyon. Bunun kempleginden şikabı, spalnisi, trüması, arcası, maçalki matrası, keyin sandığı, trüması 8 xil vəci var mı içinde bunlar? Kemplegin trümasını körsüp verin, trüması yine şöyle tuttu. Trüması onu gel. Acayip etdi bir işlengen trümalar. 2 tane kürsüsü var. Kürsülerim bunda yine. Acayip etdi. Xuda xalasa aparıb onlatıp veremiz. İçinde dastavkası hem ustanopka içinde boladı yani. Bunda yine Lala kemplegimiz. Bani trendden düşmüy turgan en azı soňky modalardan bir kemplegimiz boladı. Xuda xalasa bam 6 eşikli. Nämli tilende tapmalarym koyulgan bunu. Bemalal videçilerdi koyup alıp işlete verediler. Bunun hem şu ikkinchi çeti şimdi üşülki variantda boladı. Ortaları polkel variantda işlengen. Kullapları şu abizatini 100% hemmesi şimdi vakumlu kullapta işlenattan bu. Bundan yine şikabı 2 tumbası üstünde. Yine bu spalnisi
inamda turiması. Arcası turima kürsüler hem möcü var. 8 xil vəcə var kempilerin içinde. Xuda xalasa. 5 milyon 900 min so'mdan ko'p-ko'pimiz bulan bakalar. 5 milyon 900 ya. 5 milyon 900 min so'm. Bundan qaytib gelişip berediler. Xuda xalasa şu sizin kanalınızdan gelip telefon ursalar, xuda xalasa geliştirip acayip etip apparıp onlatıp beremiz nasip etse. Bu kayısı bu. Mebilni süvet tam. Zor ekan bu. Mebilni süvet. Yine uymalarına etibar etseniz yine 3D 3D formatta uyulgandan bular. Şunu etip işlengen xuda xalasa. Bu narsalardan aparatlar hem mesela özümüzde. Bular özleri usta bular. Özleri işlep çıkarıcı. Alıp satmıyorlar. Yok 100% birinci kol mebel özlerimiz nölden işler. Özlerinin işleri. Bunda yine şikabı. Şikab spanileri, bunda trümalarını ben aylanıp gösterirseniz. Spanileri. Bir de veç köpüğünü emini darbağını uzuyor akta alıp bilmiyordunuz lan. Köpek yendim veç. Veç köp. İşlet çıkarış köp bolup turuplar canlı. Spanilerim 220 160. Bundan şu maçarken matrası boladı. 8 yıl vecib boladı. 5 milyon 900 min so'm. Gelseler telefon kısalar. Yenem gelişemiz suda kalırsa. Gel üstünde gelişip hemmesini çırayla kılıp berediler. Hiç kim muhabbet vermiyorlar. Yok xuda xalasa. Bu MDF materialda yani misal bu laminat despa emas bu. Bu MDF diyen ve şimdi vec bu. Buna bir yan başına kağız başka narsa işlenmedi buna. Bu kreskede işlenir bu tolka. Bu kırlatıran gitatıran vec emas tamam mı xuda xalasa. Hazret bir mallar şeta verirler. Keyin sayına bunda yine mramorni variantı. Bunda yine spalnisi matrası bilen Turuyum olsa arca 2 tom içken yap şikabıyla. Şikabını tükür. Bu taza çıkan taş süvetlerden. Bunun uymasını hem de tibine 3D formatta işlengeni gördünüz mü? İşler hem şimdi gen yatayıp, hoş yatayıp işlengeni. İşler hem. Belirlendiğine polkeleri var şimdi yine. Zor. İçem 60 bu okşadı bunu. 50 santimetre 50 mi? 50 santimetre işlengeni. Xuda xalasa. Gele verirler. Zakon etip geliştirip veremiz hemmesini. Hemmesi zor bakada kılıp berediler yani. Özlerinin işin neleri bu? Bu. Xuda xalasa bunu yakında yeni yıl aldı çıkardık bu kemplayımızda. Ama xuda xalasa bu 100% kreskede işlenedi. MDF materialdan boladı. Özüm kardi appak. Kreskelerine etibar etseniz, oymalarına etibar etseniz. Dım zor azlığı günde klientlerimiz 99% halaval turan mebel işi boladı. Halat tuttular bunu. Halaval tuttu. Özüm çırayla kenar. Trümalarım zor. Belentligen musalıyla ben görsat tuttu bir malay. Trümalarım kette, şikaplarım tine tartmalarına neçe var. İçleri düşündüğüne gen etip acayip etip işlengen. Yine. İşlerim. Kullanlarım 3 tanemiz 4 taneden koyulgan. Acayip etip yine şimdi vakumlu kullanıp işlenedi. Sifeten bağlı. Sifeten bağlı. Spanisi görseniz Spanis'in boyu selken ben belendeyim. Yani belentligiyle. Belent heken. Billerim yine. Villerimi tavarda bark etip işlengen acayip etip. Moişimi yusuf olarak falan. Yub şeterle bir malala. Yine matraslarım yine atapetiski matrastan zor eken. Bu Mende lan bu matrastan özemiz işimiz bize. Matrastan özler çıkarırız. Birden geledi denge yok. Matrastan özler işlep çıkarırız. Matrastan özemiz işimiz özemizde çıktırttı bu neyse. Şunun için garantiye koyup bir malal aytıp satıp bilemiz lan. İyi matrasını için. Bunun kemplegini variantları. Kemplegini 7 milyon 300, 7 milyon 200 sattık mı? Az o günde. Şimdi şunu 7 milyon son deyip durup 6 milyon 800 et koyup veremiz bu kemplegini. 6 milyon 800 he? 6 milyon 800 min so'm. Şikap turuma bundan şu 9 yıl vacib boladı. 9 yıl var eken. Tüfesler ham boladı, tayar turibdi, apparban onat beraberamiz. Bunda 8 ish variantimiz boladı. Bu mal ishning mramorni etishlangan. 8 ish bom 320. Şikap ina bu spalnisi eldinde duradi. Spalnisi ekan. Ani matrası. Asan bunda ina turimas turibdi ina. Turimasının ham boyu belentina. Gördünüz mü yine? Benden resmi belent. Belent eken. 1.83 çıkarım ben. 1.83'ten şunda bu 1.90 var eken. 1.90 var lan. Bunun hem kemplegini 7 milyon 500 min so'm ko'pmiz. Xudo xolasa 7 milyon 300 min so'm apparib ustunlikka dastlab kelmasangiz ichida xudo xolasa. Apparib o'rnatib beramiz. U aytgan bahalardan yana ham kelishiladi. U aytiladigan baha u. Aytiladigan baha xudo xolasa gelishtirib beradi. Alaman dediğin adamlar için gelishib beradi. Bunda yine korona variantı boladı. 8 eşikli 320 etip işlengen. Lakları matuyu etip sevilgen matuyu lak boladı bu. Xudo xolasa kempleginde 10 xil vecib var bunun. Bu işin komplegi. Bu işin komplegi. Bu addenni şikabı, 2 tumba, 2 kürsü,
matrası, Ha. spalnisi inamında chesteram var ina. Chesteram. Chesteram var. Chesteram'ın boyu baland. Ha. Baland etip işlengen. İnamında ina trimas turptu ina. Olarak ha. Trimasın Tırmasın ketteligi. ondayken. 1.60 ketteligi. Bunun boylarına qarayın. Kolunu uzatsanız oradan yetadi. Baland. Gördünüz mü? Balandayken. Xudo xolasa. Bunun bahasını 8 milyon 500 ming so'm etib qo'yibmiz. 8 milyon 500 ming Ha. aytilish bahası gelish. Materiallar endi flaklara matu etib ishlangan bunlar. Glanziv emas, matu etib ishlangan bular, xudo xolasa. Bu korona variantimiz bo'ladi. 8 milyon 500 deb 200 ming so'm qaytib beramiz bundan. 8 milyon 300 ming so'm Xorazm bo'ylab dastlabki ichida. 8 milyonnu tekiz atinglar. Bu 200 300 deb Bo'ldi o'taman. qani xudo xolasa aluvchilar bir telefon sizlarga kelishamiz undan. Bu yerda yana high-tech variantimiz bor yana. Renglari yana oq svet bo'ladi. High-tech varianti 100% kraskada ishlanadi bu. Bunun bahasini 7 milyon 500 ming so'm etib qo'yibmiz. Endi men bahasini oldindan aytganim sabab bor. Bu komplektimiz misoli olib borib 6 milyon 500 ming so'mgacha tushirsa bo'ladi buni da. Nerede bo'ladi? Birinchi aytayotganim kraskasida bo'ladi buni. Sifat bo'yicha. Sifat bo'yicha. Sifat bo'yicha yaxshi derajakda. Nechun bunda 4 sloy kraska ishlanadi bunda. 2 sloy gruntrovka, 1 sloy oq kraska, 1 sloy lak ishlanadi. O'shuning uchun sal qimmatroq chiqadi-da bahasi. Endi bu gap bilan sizlar aytjaksizlar, munnin bor. Shu 5 milyon ham bor munnin dejaksizlar, lekin sifat bo'yicha bu yaxshi bo'yicha yaxshi. Shuning uchun puli shunga loyiq. Bu kraskasi taxta kraska ishlanmaydi, ammo demir kraska ishlanadi. Tushunarli. Ana shuning uchun qirilmaydi, archilmaydi, bemalol haz etib ishlataveradilar buni. Bunun bahası 7 milyon 500 ming so'm. Shkabini ko'rdingiz. Inamında yana trimas turibdi. Trimasning bo'ylari ham yana baland etib ishlangan, cho'tka etib. Bellari ham aldilar ochiladi. Bellar tortma, bellar eshikina. Vakuumli ishlangan. Vakuumli qullabana, o'zi tortib yapadi. Inamında spalnisi. Bunda yana tomishkalaridan inamli suyutinliklar qo'yib ishlangan. Polni bosh uchi baxt tavordan ishlanadi, mo'yshi bo'ladi-da. Matrasi bunday sofalari yana ajoyib etib ishlangan. Narsalar ekan bular. O'zi shura taxlab qo'yaveradilar. O'zi bemalol taxlab vaziyatib ishlataveradilar. Ha shunday. Bu yerda yana addinli shkabimiz bor. Addinni ham bor sotiladi. Addinli ham bor shkabimiz, xudo xolasa. Addinni qarab, shkab qarab yurganlar uchun. Addinli olti shkab yo'qmi deb ko'p so'raydilar-da. Misol qur to'ylarni ko'rsatsa addinli shkablarimiz yo'qmi deb ko'rsatadilar. Bor xudo xolasa. Buni ham mana uzunasi 240 bo'ladi. 240 bo'ladi. 6 shkabimiz. MDF variantda bo'ladi. Ruchkalarinacha ajoyib etib, qullablarinacha hamma narsalarni shunday zo'rlardan qo'yib qo'yibmiz. Seflarni ko'rgan bo'lsangiz, yana zamog'in kiltini e'tibor etinglar. 100% shunday demir zamog ishlanadiganmi yana? Ko'rdingizmi? Bu kiltda boshqa zamog tushmaydi buni asosan. Ko'p yerda bor 3000, 4000, 5000 so'mliklardan qo'yarlar. O'zimiz ham qo'yib o'tiradik. Lekin klientlar shu zamog'larni shunday deb gap to'p turibdi-da. Shuning uchun sifat o'zgardi. Libo kilt tushadi ekan dedi. Asosan aytdim, to'xtada izlanib topdik shunday zamog'larni. Xudo xolasa unday nelar bo'lmaydi. Boshqa kilt tushmaydi, garantiya. Shunday deb sifatlatib chiqarib turibmiz xudo xolasa. Buni bahosini necha so'm? Buni bahasi 2 milyon 600 ming so'm deb turibmiz. 2 milyon 600. 2 milyon 600 axir krani bahasi satibmiz buni. Bugun 100 ming so'm o'tib beraman bugun xudo xolasa. Xudo taolo men shunday osmondan qor yog'dirib turibdi, bizlar ham mebellarni yog'diramiz. 100 emas, 200 dan men uchun ham 100 qaytib bering. Bo'ldi, brat, xudo xolasa. Kelaversizlar yana. Ana. Shu kanaldan ko'rib telefon turibmiz. Shuni ko'rdik desalar, xudo xolasa gelishib beradilar. Aytsangiz meni yana 100-200 qaytib beraveradilar yana. Dumchali to'g'ri 200 demay 100 ming so'm qaytamiz xudo xolasa. Bu yana oq shkab. Buni ham uzunasi 240 oladi. İçining chuqurliklari 60 ishlangan buning. İçining chuqurligi 60 sm ishlangan yana. Bundan shunday namli seplari, kiyim trubalari qo'yiladi xudo xolasa. Prosta hozir bu yerda ko'min ko'tdilar, hozirgi vaqt ko'p beradilar. Unda nelar bo'ladi? Buni komplekt, buni shkabini 2 milyon 800 ming so'm deb sattiribmiz o'zi. 2 milyon 800 axir bahasi. Bugun xudo xolasa baholarni tushiramiz dedik, yana bir 100 ming so'm. Baholar sinadi bugun, sindiramiz dedilar. Bo'ldi, xudo xolasa shuni 2 milyon 700, boringa 700 emas 600 etib olib borib beramiz xudo xolasa. 2 milyon 500 dan. Yo'q, 2 milyon 500 da salchavirlik etadi. 800 satibmiz o'zimiz, 750 800 dan. Boringa yana 600 etib qo'yib beramiz buni xudo xolasa. Agasangizlar uni ham kelishib beradi. Endi xudo xolasa bu to'y komplektlarimiz bo'ldi, hammasini tanishtirib chiqdik. Endi navbat dinli shkablar bor banxonada. Bu yana o'tib, bu yondagi vaziyat bilan tanishtirdik. Shuna bir do'konimizni o'tdik. Gammasida xudo xolasa bu yerda endi to'y komplektlar emas, dinli shkablar, 6 eshikli, 4 eshikli,
Her Aa. xil variantda bir adam, ikki adamlik spaynlar, ugolok shunday narsalar bor. Mhm. Bu yerdan mana bir komplegimiz bor ekan. Xudo xolasa buni ham aytib beramiz. Bu shunday mebelniy svetda bo'ladi. Bunda shkab ino. Shkabim 240. Endi materialda bo'ladi bular. Material yana bu yerda ko'rgan oq svetingiz bor-ku, safet. Aa, Shuning mebelniy svet variantidan bu. zo'r. Endi bir boshqa xil rang yo'qmi ekan oqdan degan klientlarimiz uchun ham bu. Boshqa rang yo'qmi degan uchun shunday mebelniy ranglari bor, xudo xolasa. Bunda yana Baholari bir raqam uni. bahası 6 milyon 800 ming so'm beramiz. 6 milyon 800. 4 shkabimiz bor, balla uchun. Xudo xolasa rang. Nima balla uchun ekan? Niyavish ned ranglarni ajab etib chiqarib. Chiroyli ekan bu da. İçlerinde bulardan benim seyfleri var. Gördünüz mü? Şimdi turbalar şunu koyup işlengen. Ben taraf polka болады. Tinde 2 tane tartması болады. Şimdi koyup alıp işlete verirler. Bunun bakasını 1 milyon 800 ming so'm ko'p 1 milyon 800 ekan, yana Süper zo'r aslında baho falan. kelishib beradi. Hozir bu yerda bahosini aytib o'tirib ol. Gellaringizda İnan chiroyli baho qilib beradilar. Mal işini süet 6 işgamımız болады. Uzun az 240. Bunun bakasını 2 milyon 600 ming so'm beramiz buna. 2 milyon 600 ha? 2 milyon 600 Bu ming so'm. 3 metr mi bu? Yok bu 3 metre az. 240'lık var. 240 mı? 3 metrelikler indi geladi. Bulayına şimdi işler shunday ishlangan, turbalar hammasi qo'yiladi, bellarida tortmalari bor. 2 dona xo'sh aytib qo'yilgan. Ichlari ham polkali variantda bo'ladi. Bu ham tarafining ham mana shunday polka qo'yiladi. Bu yerda yana bir oq svet variantimiz, bu high-tech variantda ishlangan. High-tech ekan. High-tech variantda ishlangan, shuni chiroyli fotolar bosib ishlangan. Buni ham ishkab 2 milyon 800 ming so'm sotibmiz buni. Bu ishlari 800 mi? İçleri yana shunday 60 santimetr bo'ladi. Turbalar qo'yilgan, qulloblar ham shunday vakuumli qullab. Bu telanda tortmalari yana shunday deb ishlangan, xudo xolasa. Mana ishlarni bemalol ko'rishingiz mumkin. Polkali shunday keng etib, ajab etib ishlanganlar, xudo xolasa. Zo'r ekan. Tamam. Buni bu meni mebelniy sveti bo'ladi. Bu 6 ishli variantda material EMDF etib ishlangan. Kraskalari, laklar ajab etib, do'ydirib sepilgan. Buni ham shunday ikkinchi kiyim ko'ratidan o'rta polka variantda bo'ladi. Inamenda tortmasam bor, plus 2 dona. Ishkalar ham hammasi zo'rdan qo'yib ishlangan, xudo xolasa. Zo'r. Bunda 4 ish. Bu bahosini aytmadik-ku. Bu bahası 2,5 milyon. 2,5 mi? 2,5 milyon. Yana qaytib kelishib beriladi. Gelişib beramiz. Bu 4 ishli variantda 3 dona shkabimiz var. 3 xil rangda. Hammasi bir xil, prosta rangi yaxshi. Rengi boshqacha. Bu mramorniy svet, molishniy svet, yana buni bamuk svet. Yine. Bulardan şu 1 milyon 800 ming so'm deb Aytiladi. Bahası ama. 700 et beramiz bulardan. 500 dan. 500 esel cevurraktan 600. Yo 500. Ya 500 esel cevurrak. Bular 1.60'dan bular. 1.60 etib ishlangan. Razmerlar ham katta, ha? Bular 1.30'lıklar. Shunda 600 mi bu? Barın 600 'dan 3 tanasini qo'yib beraman. Ana 3 tanasi 600 dan. Xalogan ranglardan ko'rib olaveradi. Lekin chiroyli ekan, zo'r ekan. Menga yoqdi. Buna bunda yana 8 eshikli modelimiz bo'ladi. Hozir eng oxirgi trendda bo'lib turgan shkabimizdan xudo xolasa, yana komplektlarni ham ko'rdik buni. Shuni ko'p klientlar addenni shkabini sotmaysizmi deb so'raylar-da. Bu bizlarda bir dona arzasinacha, bir dona kursinacha addenni bor. Hamma addenni bor. O evveladi o gap. Arzasi içinden mesi. Addenni yo'q edi. Addenni yo'q edi. Hozir bizlar xudo xolasa o'zimiz ishlab chiqarib turgandan keyin hammasini o'zi hisob kitob bor. Addenni spalnisi, addenni turma arza bemalol sotaveramiz. U gap yo'q. Buncha so'm endi. Buning bahosini shu 3 milyon 800 ming so'm deb turibmiz. Bu ulakan bu. Ulush gap, bu 3 metr bu. 320, 3,5 metrlik joylar qo'yiladi. 320 balandligicha bo'ladimi? Balandligi shu 2.35 yana. Uzatsam qo'lim yetmaydi-ku. Yana 2.35 yashanadi. Bellarni tortmalarni ko'rsangiz, xato 4 dona tortma qo'yilgan bu. Yana shunday aynalar polkalatib ishlangan. İçlerinde обязательно seplerine çap qo'yilgan. Bellarni turbalari, eshiklari shunday vakuumli qullab, sepi nomli chap tarafida qo'yilgan mana. Kiltlar ham yana aytgan kiltining yana bir xili bor-da. Boshqa yo'q, bu ina shunday sinatran kilt bo'ladi bu. Bunga boshqa nelar tushmaydi bunga. Yog'ini demir sep bilan ketadingizlar uni. Bular shuna demir seplar ishlanadigan, boshqa nelar tushmaydi bunga, xudo xolasa. Ina bunda yana spaylar bo'ladi, xatar ko'ring. Misol bir spaylar bular addenni o'zi sotiladimi bular? Addenni o'zi, 2 odamlik spaylar bo'ladi, xudo xolasa. 2 odamlik, ina baholari necha so'm bular endi?
Her xil svetinden bak yani. Bahaları bunun 3 xil bahada boladı. Spalinning bahası. Ha. Lekin Spalinning özü, sifati, hammasi bir xil. Bir xil. Razmeri ham bir xil, material ham bir xil, kattaligi ham hammasi bir xil. Prosto bu yerda bunun bahasini o'zgartiradi emas, ustundagi matrasi bor. Matrasda o'zgaradi. Matrasda o'zgartiradi. To'g'ri gap. Hozir şurada görsangiz inamda matrasımız duruptu. Şu matrası bilen 2 milyon 600 ming so'm. Matrasına 2 yıl garantiya. 2 milyon 600 ming so'm. 2 milyon 300 ming so'mdan koyup beraman, matrasına 1 yıl garantiya. Ana. 1 yıl garantiyeli matrasım 2 milyon 300 ming so'm. 2 yıl garantiyeli matrasım var. 2 milyon 600 ming so'm. Masalka matrası var. Bunun bana 2 milyon so'm koyup beraman. Ana. Ana. Matrasa qarab sen nasıl o'zgarib boraveradi. Yaxshi mana sifatli ber desangizlar. Ana shunday. Yo'q, mana fark yo'q desangizlar, arzon. Bizlerden misal şu Spani bo'ladigan bo'lsa şu 100 so'm payda 2 yıl garantiyeli matrasda asalanam şu 1 yılısına masalka matrasda asalanam şu payda. Shuning uchun o'zlar talash variant o'zlarida. Ina bu korona shikabimizning oq sveti bo'ladi. Hozir ina böyle ko'rib o'tdik-ku mebelni. Shu oq sveti bo'ladi buni. Başka renkler yok mu dedi. Bize de renk tellenmez bize. Renk her xil svetdan bor. Her xil svetda bu. Yo'q sveti yo'q ekan, men bu yerda ko'rmadim yo'q svet. Hammasidan bor. Shunday deb olaveradi. Bu dum chiroyli ekan bu. Qaytik-ku. Bu mokriy svet. Bundan oldin ham shikabni ko'rsatib beradi, bir klientlarga bonus atib qo'yib beracakmizmi? xolasa 6 eshikli variant bo'ladi bu. Tenda tortmalari, ikki chet kiyim bosh asib qo'yadigan, inamdina. Kiyim bosh asib qo'yadigan. O'rtalari polkali bo'ladi. Buni 2 milyon 200 ming so'm, ahir bahası 2 milyon 900 sat turadi. Bunun bahasını bugün günde şu 2 milyon so'm emas, 1 milyon 900 emas, 800 emas, 700 etib beramiz. 1 milyon 700. 1 milyon 700 ming so'm 240'lik 6 eshik kabımızdan. Bemalol telefon etib oldiraveradilar, zakaz etib. Bu yana mokriy svetda bo'ladi bu shikabimiz. Mokriy svetda 240 etib ishlangan, bam 100% MDF materialdan bo'ladi, krashinli. Bunun bahasını şu 2 milyon 900 ming so'm deb turib gelişip sattıkmız. Bundan şu seyfler neçe hem müvezi ko'lgayna. İçlerini şimdi bemalol görüp alavererler. Şimdi köpünçe yani evvel videolarımızda neşeterler klientler içlerinden körsetin. Görsatma o'tkansizlar unda. 1,5 kalıp ketken da. Bu videolar alışan, bu internete çıkarışan ansat emas da. Adam çerçetedi. Hayaldan çıkıp gider yaparlar. Yaddan bir narsa chiqib ketadi-ku baribir. Ana şunun için köp klientler uylar uzakta bo'lardi, Shavotda, Tamojniyalarda. Kameradan ko'radi. Kameradan ko'rib turibdilar. Qaraqalpoq yana bor. Bize misal barg'idik o'mayimiz yo'q. Sizin misal manzilingiz uzoqroq ekan. Shuning uchun bir ishlarni yaxshilatib tushiringlar, shikablarni. Ko'pincha 6 shikabni so'raydilar. Ana shundan ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Shunday klientlarimiz uchun. Buni ben tarafını gördük. Ben amina içleri şimdi polka bo'ladi. Bunda svetinlik ham bor üstünde. O yanib turadi, hozir bu yerda iloji yo'q, ulanmayman-ku. O'shanda yog' o'chiragi bor. Ichlari oppoq bo'lib yonib turadi. Yashaysiz-da, uni olaman desangizda ko'rsatib ulab beradilar. Uni tilandan uni tortmasi bo'ladi. Bemalol o'zatib ishlataveradilar. Ben tarafı ham yana shunday yushilka bo'ladi, yana shunday ikki eshik ham shunday ochiladi. Ichi yushilka bo'lib chiqadi yana. Xudo xolasa. İnamında eddeni harcalarımız ham var 400 ming so'mdan 350'dan koyup veremem bunları. 350 sen ama atasan şunu 300 olsun tek. İki danasını koyup veremem 300 ming so'mdan. 350'dan pes berip görmedim bunu. Ana 300'e düştü 50 so'm koydu. Köp klientler ham var da misalı şunu eshitadilar. Bahasını eshitib kelarlar lan to'g'ri. Bu narsani 300 ming so'mdan ichida bermedi, berib bo'lmaydi. 300'dan oshib tushadi bu. O'zi yasalishi shundan qimmat. 300'dan oshib tushadi bu. Endi sizlar bir odamlar bir nima bo'lsin deb beraverjaksizlar. Misol orasida zarari bo'lsam. Zarari bo'lsam 2 danasini 300 ming so'mdan qo'yib beraman. 300'dan shu ikkisini beradilar, shu ikkisini. Güzel patpişler. Kohun mebelimiz var. Bu akıllı materialdan bo'ladi. Hozirgi kunda 1 milyon 800 ming so'mdan ishab turibmizmi? Metr bo'yinda. Metr. Bu 2 metr. Bunam şu aksiyada xudo xolasa bahasini arzon etib qo'yib beraman. Ish turishimni 3 milyon 600 ming so'm edi. 3 milyon 600 edi bu. Buni 3,5 ham 3 milyon 300 deb o'tiramiz, 3 milyon so'mga qo'yib beraman buni. 3 milyon mu? 3 milyon so'mga ish 2 metrlik kohni qo'yib beraman. Buni ham quloqlari shuni vakuumli. Vakuumli ekan. Akril material. Bu stolistlar ham rossiyskiy stolistlar bo'ladi. Tortmalar ham vakuumli. O'zi tartib yo'q deyna. Tortmasan.
Mesela. 3 milyon so'mdan telefon etib olaveradilar xudo xolasa. Buni 3 million bo'lsa beradi. Agar mabodo men yasatchakman, uyim masalan 4 metr bo'lishi Ha. mumkin. 5 metrlik etib yasat. Ha. Shundan necha so'mdan bo'ladi bular? Bizlarda qo'qinli mebellar metri 1 million 400 ming so'mdan ishlab 1 million 400 dan boshlanadi. 1 million 400, Eng 1 million 800, 2 million 200 ming so'mgacha ishlab turibmiz. 2 million 200 la endi ular boshqacha sifat bo'ladi. Havo endi mo'ykasi o'zgaradi, keyin ustining o'jini toshdan qo'yib berdik klientlar, shular o'zgaradi-da. Ha. Aslında bu 6 eshikka bo'lmaydi. Bu oltin svetda bo'ladi. Buning ham bahasi 2 million 800 ming so'm. Buni ham shu ikkinchi cheti shunday deb seplar necha shunday deb ishlangan, turbolari ajoyib etib qo'yilgan. O'rtasida ham polka bo'ladi. O'rtaga polka. Bundan svetlar bor, ichida yonib turadi. Telanda ham tortmasi bor yana bir dona, shunday tortma qo'yilgan. Ajoyib etib midechidan qo'yib ishlataveradi. Bu tarafı ushilga kiyim qo'yadilar. Bahası 2 million 800 ming so'm deb tutibmiz. 2 million 800 aytilishi. Ava 50 so'm 100 so'm qaytib o'tiribmiz. 2 ming so'm qaytib beraman bundan. 200 ming. Ava 2 million 600 ming so'm deb olib borib o'rnatib beramiz. Bu endi xudo xolasa ugalogimiz. Mexik ugalogimiz xudo xolasa buni ham gelishtirib ajoyib etib beramiz. Ko'maka chiroylagan. Tovarlar ham yana barq tovarda, yana baxmal tovarda ishlangan bular, qalin. Machalkadan ham yana tereng qilib, matras o'tiradiganlar ham pampers prujin etib ishlangan. Ina. Tekeler hem mevcut var. Bir malalina üstüne Bir oturup paylaşın. Ina. Yine pampers prujin etib ishlangandan mı gördünüz mü? Zo'r ekan. Addi machalka qo'yiladigan bo'lsa endi amazasiya bermedi u. Doğru. Acayip yine 3 tane pufigi var. Bunun üstlari ham bor. Ve yazıp Tyromik aldığı. Ha. Üstlari bilan necha so'm shunda? Üstlari bilan 6 million 300 ming so'm sattıkmız o'zimiz. Ha, üstlari necha bo'ladi? Üstler 180'lik üstler koyuladi. 180, O'zini mas etib xudo xolasa. Bu necha metrlik edi? Bu 260'a 230 bu. Ha. Razmeri. Xudo xolasa buni ham 6 million so'm etib beramiz buni ham. 6 million aka. Bu shahana deb aytiladi bu. Shahana modelimiz bu da. Kelishadigan yeri yo'qmi buni? Bunu şu ahir bahası alt etib beraveramiz. Buni ham shu kelishilgan o'zi zo'r varianti bu xudo xolasa. Ha. Ina bunda yana ugalogimiz bo'ladi ina. Ha, bunda yana kukunli ugalog bor ekan. Kukunli ugalog bular. Xudo xolasa bu razmeri 1.60'a 1.60'a 2.10. 2.10 bu 10 chap tanlamaydi bu ham. Ketaveradi. Vana ham qo'yilaveradi. Ugullar addenni buni ina. Ha, tushunarli. 4 ham o'rnashadi bu narsa. Tiylari ham ochiladi ina. Ne açıladi ina. Asan e'tibor eting bir joyina. Masalan bu narsani 1 million 500, 1 million 600 berib turibdilar degan gaplar ham bor. Boshini yillari bor. Lekin bir yeri bordan biroq. Hozir bu yoqdan kelsangiz ko'rinadi u da. Hozir misol shu o'tiradigan yeri shunday desp qo'yiladi bunga yana. Desp qo'yiladi. Buning qalinligi 2 sm, 1,5 sm chiqadi. Bundan bu yoqni ko'ring yana. Bu yerda 6 smlik machalka qo'yilgan mana biroq. Ko'rdingizmi? Shu yerda 3lik qo'yib qo'yibdilar machalkasini. Ana şunun için arzon tushadi u. Bizga kunda emas, o'tiradiganlar ham yana bo'sh. Sifat bor bunda. Sifat bor bunda. Sifat bor. Ham o'tirgan vaqtida ish yo'llari. Chunki bir og'an odam yana ham qaytib kelsin degan niyatda. U yana bir olib nito chiqsa, gelmaydi haqiqat. Bizga dumon paydo shart emas. Shu klientlar minnatdor bo'lsa, zo'r ekan deb yana kelsalar bizga shunda buncha so'mga qo'ydik buni. Buni xudo xolasa 1 million 800 etib beraman buni. 1 million 800. 1 million qaytiladigan yeri yo'q. Tun bahasında shundan qo'yib beraman. Tushunarli. Aslında arzon variantına endi bormi shuni ichine giradi? Ama üstleri 2 tane taburetkasi. 2 taburet. Tiyleri şimdi bemalol açılatıran, shunday deb ikki tarafım açılatıran bu. Shundan necha odam bu? Bunda 2 6-7 adam oturadi. 7 adam, 7 adam oturadi. Bemalol sig'adi ekan. Qaram yozdirib berdinglar. 7 turibdi. Qaram dumzo'r bo'lib turibdi. Aslında da temir varianti bor xudo xolasa. Bundan ama zagat o'p ketib yana eshitdi anlarında tayyorlab bosib. Ha, tayyor ekan, bu yerda ko'p ekan bundan. Ko'p bundan. Hozir endi o'zi bugun eshitdi anlarına bega ajab etib taxlajaydik uzoq bo'ldi. Pagoda doğru yemin kaldı. Pagoda doğru yemin kaldı. Pagoda doğru yemin kaldı. Şunaz bir dana abrazesi etib shuga qo'ydik. Buni bir tushuntirib o'tadi. Buni 6 dana kursi bo'ladi, üstleri şimdi laminat, 1.37 ga 90 cm ishlanadi bu. Mana xudo xolasa 6 kursi bilan 1 million so'mdan optim bahada berib turibmiz. 1 million so'm, ha? 1 million so'm. Agar yo'q, mana bu kerakmidi stoli? Kursi kerak desa, kursi eddini bormi? Eddini ham sotiladi. Necha so'm shu bir dona kursi? 120 so'm donasi. 120 ming so'm. 120 ming so'mdan cheklanmagan miqdorda bor xalagan ranglarni do'konga kelib olib ketaveradilar bemalol. Yo'q, mana shuni o'zim yozda chiqib boq tarafda o'tiraman, ya kuxnada shu kerak desangiz, ya balkonlarga qo'yib ham o'tirsa bo'ladi. Yine. Bemalol 1 million so'm ekan. 1 million so'm. 2, 4,
6 Ha. kürsüsü bilan. Xudo xolasa shu telefon etsalar, kelatiran bo'lsalar, yana bitta plyusimiz bor. Bor. Kelishib kelishadi. beradilar. U aytilgan Kelishib baho hech qachon hech yerda berilmagan. U tim bo'lib kelishib beraman Endi men. shuda- Kelgan klientlarga xafa etmayman Avval. degan. Yo'q, Xudo Shuni xolasa. gaplarni aytdilar aynan. Avval keyin klient bizning dargohimizda. Endi kelasizlar, ko'rasizlar agar mabodo yo'q u aytilgan gaplar bo'lmasa shu yerda menga telefon etasizlar. Men bilan so'rashaman. Ya gel Xudo xolasa. Ko'nglimdan ham ziyod etib bersak beramiz. Lekin xafa etib xabatimiz bor. Aytilgan Endi shu bog'ota shunchalik kelgandan keyin sizlar xafa etib bersalar, bu odamgarchilikka kirmaydi. Yo'q, Xudo xolasa. Almashib ketadiganmiz ham bir dermajam qo'shib Ana, sho'ylari bor. Hali men sho'yni so'rashga ko'rdim. Kelgan klientimiz ham ko'proq o'z olishi mumkin, to'g'rimi? Vallahi. Ana. Imondasini podarkangiz deb bir endi nov bo'lsam qo'shib beradilar. Bundayna ko'pincha ham so'raydilar-da, arzonroq variantda misol shu podarkiga ko'proq olib boradilar, do'langunlarga ko'proq olib boradilar, kichkinaroq shkaflarimiz yo'qmi deb so'raydilar. Bunday variantlar ham bor. Bor, amma perso oladi deysiz. Buning bahosini 1.600.000 so'm sotib turibmiz. Eng kirani bahasi 1.5 shundan. Bu ham 4 eshikli varianti bo'ladi yana. 4 eshik varianti bo'ladi. Bir yana shunday polka bo'ladi. Tenda tortmasam bor. Eshiklar ham buning e'tibor eding. 7 dan 70 yoshgacha degandek 2 eshiklidan 8 eshikligacha quloqlarni vakuumli qo'yaman hammasini. Nechun olgan klient hazatsin nima. Misol oynalar ham shunday farset oynalar, qo'l kasadi emas. Buni bemalol urib ko'rsatish mumkin. Bu sinatran emas. Sifat o'zgarmaydi degansizlar. Farqi yo'q, necha mebel bo'lsam bir xil sifat. Hammasi bir xil sifatda ishlangan. Avval telanda tortmalari shunday deb ajoyib ko'rgan. Buni shu oxiri bahasi 1.5 sotib turdik. 1.400.000 so'm, yana 100.000 so'm qaytib beraman. Ana 1.400.000. 1.400.000 so'mdan dastlab ketib beramiz buni. Ana dastavkasi, ustanovkasi ichida. Ha, dastavkasi. Nelar endi bu dastavka? Xorazm bo'ylab. Qoraqalpoqdan kelsalar. Qoraqalpoqdan kelsalar, buni ham xudo xolasa yog'daylashamiz. Kelishasizlar. Endi shu tashqarida xudo xolasa bir odamning spaynlarimiz bor bizning. Shularni bir qadar ko'rib bersak, har xil arzon, qimmat, ya ugoloqlar yana bir xil ranglar. Ha, immunlar ham bor ekan. Baholari o'zgarmaydi axir. Yo'q, bu o'zgarmaydi. Bu necha? Bom shu bir pagodaydan yomon qoraqavatli bellari bo'lmasa, chiroyli etib bermasini ko'rsatsak edik. Bom shu 1.60'a 2.10 bo'ladi razmeri. Bom shu 1.800.000 gelishtiramiz. Telefon etaversizlar xudo xolasa. Gelishadi, hamma gelishadi. Imonda unda yana bir odamning spaynlarimiz bo'ladi. High-tech variantda ishlangan. Bu tarafidan olib bersangiz uzun bu qo'shilib ko'rinadi. Yonboshlarni ko'rsangiz, xudo xolasa xalqimiz uchun bu spaynlidan bo'lanchasmi bu? Cheklanmagan miqdorda tiylar ochiladi buni. Ko'rdingizmi yana? Mana sandiq bo'lib yana 3 xona bo'ladi. Bemalol verjani qo'yib olib, g'az etib ishlataveradilar buni. Ko'rdingizmi? Kengligini. Buning bahosini 550.000 so'mdan avval videolarımızda qo'yib sotdik. Optim bahoda 550.000 so'mdan. Bugungi kunda xudo xolasa buni 490.000 so'mga tushirib qo'ydik. 450 olsan? Yo'q, 450 ga birat sal javrlik etdi. Boring yana 480 so'm 20 so'm deb turmadi. 480.000 so'mdan qo'yib beraman buni. Hech yerda yo'q bahoda, avo. 480.000 so'mina. Nerede bor? Kommentariya yozib beringlar shunday bahodan. Nerede bor? 3 xil ranglari bor. Ranglarni bemalol solib olaveradilar. Bu narsaning cheklanmagan miqdorda. Cho'magan yana. Avo. Yana. Tilari sandiqli variantda yonboshar ham emdikat ishlangan shunday. Qo'shib etib, zo'r etib ishlangan. Yana. Bular ham nelar ko'p, xudo. Zo'r baho ko'p berdilarlik. Bu yerda yana men bilmadim, boshqalarda bormi yo'qmi bilmayman. Bir dona shkafimiz bor. Mana shu klientlarga podarka etib bonus etib qo'yib berjakman. Bu 6 eshikli variant bo'ladi. Endi bonuslik shu aytganimizga ko'ra bahosi arzon bo'lsin buni. Konkret etib tushib beraman xudo xolasa. Milliy baho ichida yo'q. Ha, bo'lmasin axir. Bo'lmaydi milliy baho. Bu 6 eshikli variantda bo'ladi. Shunday ishlarning seflarigacha bor. Kiyim tayoqlar ham mazasi qo'yilgan. Bu shkafimizni necha so'm etib beramiz buni? 2,5 deb 2.400-300 sotib o'tirdik buni. 2 millionmi? 1.900.000 so'm. Siz aytmadingiz bahosini. Ha, men ham bilmadim. Davolarim 2 million deb. 2 million deb bo'ladi. Sen shuning uchun yana 100 so'm qatib beradi. 1.900.000 so'm dastavka ham ichida. Plus. Ana 1.900.000 dastavka etib, ustanovka etib beradilar. Bundan endi bir dona desam to'g'risi sal ko'p ketadi-da. Ko'p ketadi. Bundan 6 dona qo'yib beraman. 6 dona. Ana 6 dona 1 million 1.900.000 so'mdan 6 donasini qo'yib beraman. Dastavka ichida. 6 donasini qo'yib beraman bundan xudo xolasa. Bu ham tarafda yana bu
Sınavımız var yana. Bu yandan bir adam İspanyol Bir de var. biz şöbege yer videonu. O ne alamız desek bir satam yetmiyor eken bize. Geçki çeklenmeyen muhtarda. Ina bir de Ya. bir adam İspanyolumuz var ina. Ha. Bu kaytek var hatta. Bunun şu bakasından tüm zor etip 450 milyon sonra koyup bunun bakası. Bu 450 mi? 450 milyon sonra. 50 sen avantaj alışını 400 olsun. Ya 400 esat cebirli getir adam. Bırak. 50 son ya gaz pulu var. Gel bek kisele ber veremem. Ha gel bek sana 400. 400 Apart yapar. pasajda 450. Ava. 50 son şu Lakin bir Gaz dana falan bir ne dana var? koyuladı ona. Ama bundan inanımda şun bolasın mı ki? Şun. Ava kaytek variantta işlengen. Bu 850 milyondan sattık lan bunu köp yerlerde. Hava. Aa, 850 milyon ahır bakası. Gen klientlige yine gelişemem. Telefon Yine. edersinler. Ama bunun variantları köp. Bunda yine tılla suyeti, ak suyeti var. Yine bunda yine ak suyeti, tılla suyeti işlengeni var yine patollarının. Yine bunda yine miyahkilerimiz var yine. Miyahkilerimiz var. Bulardan hem dum köp yine. Halaka Boğazçasın renklerinden. bunlar. Halaka renklerinden yine. Üstüne alt parasan yine gök suyet, mebelli suyet. Yine bu galbo suyet. Her xilisi variantından var mı yine? Kuda kalasa. Ben yan başlarından şu sensin işleri sandıklı. Maçakesini hem kanlığına karayına. Maçaken kanlı gördünüz mü yine? Oha. Şöyle yine 1,5 santimetreden ki maçake koyulgan mı yine? Gördünüz mü? Oha. Köp yerde 2 santimetre koyup oturttular maçake. Önleyemez. Bu mesela üzümüzde maçaki matras degeneciler. Özleri çıkarıp oturan Özleri için, çıkarıp oturan. özleri özet oturan Tamam. için sifet var, sifet. Bunu 1 milyon 200 milyon, 1 milyon 100 milyon deyip oturmaz buna. Bunu bakasına tekiz 1 milyondan koyup verir. 1 milyon son. Hiç yalı yok onu bakar. 1 Aha, milyon görəsən. sonundan tekiz koyup verir. Kommenterin yazıp ötesiyle. Ama xuda qalasa xalaqan turda, xalaqan çeklenmeyen muhtarda xuda qalasa koyup veremiz bu mesela. Ana xuda qalasa Özü danıştırıp öttü çok şeydi. Ya Tamam, hem de indi danıştırıp öttü. dönüm köp ama özüne temizlesek vaktimiz çeker. Doldu xuda qalasa avan. Telefon numaram indi bir aytıp öteli. telefon nömerle ekranda özünüz yazıp am. Yo yazıp kaldıramız indi ağzı. Özayınca. 91'den 276 29 79. Xuda qalasa telefonlaşaverasizlar. Ekrandan yazıp kaldıramız. Bemalol telefon kılıp düşünmeyeleriniz iyi. Adresini düşünmeseniz de ana özleri düşüntüredi gelip Avan. ben açıkçası de yenem skitkesi bak. Oldu. Zor bak kılıp Ana bunda verelim. üstlerimiz var yine. 450 milyon var. Tilerden görün. Yine. O bu 450 mi? Ha, 450 milyon. Tahta Yine. var hatta işte. Tahtadan özür dilerim. Pol hicalat bunun yanında. Asa şunu bilen video rolikimizi yakunladık. Dostlar gel arasılayına gelip zor bahalarda xafa qilmayın. Hamma zor etip arzon bahada qilib beradilar. İyi podarkalarni ham qilib beradilar. Xudo xolasa. Uni hozir sekret qildik. Hozir uni ko'rsatsak qiziqib bo'lmaydi. To'g'rimi? Hasanbek. Xudo xolasa kelsalar meni nomimdan shu videoni ko'rib kelsalar Oldu. chiroyli qilib xafa qilmang. Oldu. Ko'rasizlar klientlar. Bize hizmetdemiz şuradamiz. Xudo 24 xolasa yilda ishimiz. hech kim xafa qilmaydilar. Ekranda telefon nomerlarini qoldiramiz, ana bog'lanaverasizlar. Zo'r baholar qilib beradilar. O'zlari ham yaxshi bolalar ekan, men o'zim bildim. Normal baho qilib beradilar. Asal shuni bilan yakunladik videolarimizni.